إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni payg'ambar qilib jo'natgan vaqtda xalqlar o'zlarining hayotlaridagi ko'p narsalarni o'lchashlikka o'zlarining johiliy o'lchovlarini qurib olishgan edi. Xuddi o'tgan payg'ambarlar payg'ambar bo'lib kelgan vaqtda boshqa o'tgan xalqlar ham o'ziga xos bir o'lchovlar qurib olishganga o'xshagan. Asosiy biz Risolati Muhammad sallallohu alayhi va sallam haqida ko'proq bahs yuritishimiz, u kishining risolatlari oxiriga risolat bo'lgan, shun bilan risolatga muhr bosilgan. Muhammad alayhissalomdan keyin payg'ambar qiyomatgacha bo'lmaydi. Kimda kim u kishidan keyin payg'ambarlikni da'vo qilgan bo'lsa, kazzobligi ma'lum bo'lgan. Albatta qiyomatgacha agar yolg'ondan da'vo qilgan, bunday payg'ambarman deganlar chiqadigan bo'lsa, ularning muttaham kazzobligi albatta ma'lum bo'lib qolaveradi. Shuning uchun biz Muhammad alayhissalomning risolatlari bilan risolat tugar ekan, u kishi payg'ambar bo'lib kelgan vaqtda ummatlar bilan kelishmagan masalalar haqida biz asosiy masala deb la ilaha illalloh kalimasi haqida ko'p bahs yuritdik. La ilaha illalloh kalimasini arab kishi yaxshi tushunardi. La ilaha illalloh kalimasini arab tilini yaxshi bilganligidan bu kalima o'zining hayotidagi oqimni tubdan o'zgartirib yuborishligini va soxta o'lchovlarning hammasini barbod qilishligini tushunardi-da va butun vujudi bilan Muhammad alayhissalom olib kelgan yo'l, ya'ni la ilaha illalloh kalimasiga qarshi chiqishgan. Bu kalima mana iloh kalimasini arab tili yaxshi bilishardi arablar. Ma'bud ma'nosi ekanligini va ibodat ma'nolari qaysi narsalarni o'z ichiga olishligini yaxshi tushunishardi. Demak, sig'iniladigan zot yagona Alloh ekanligini bilishardi bu kalimani qabul qilsa. Va sig'inishlik soxta yasab olgan ma'budotlarning hammasi barbod bo'lishligini bilishardi. Shuning uchun ular o'zlari bilan Alloh o'rtasida qilib olgan vositalarning hammasini barbod bo'lishligini bilishib, qattiq suratda qarshi chiqishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam kalima la ilaha illalloh barpo bo'lgandan keyin ularning hayotdagi o'zlaricha yasab olgan o'lchovlarining barbod bo'lishligini, tez kunda barbod bo'lishligini bilardilar. Mana bu ularning biz o'lchovlari nimalardan iborat bo'lgan? Muhammad alayhissalom payg'ambar bo'lib kelganda odamlarning johiliy o'lchovlari qanaqa bo'lgan? Buni biz bilmoqligimiz kerak. Nima uchun? To'yinki zararni bilinmasa, biz u zarardan saqlana olmaymiz. Va shu bilan birga bizning hozirgi hayotimizda ham haqiqiy islom aytilgan vaqtda bo'layotgan qarshiliklarni ko'rib ajablanmaymiz. Chunki bu johiliy o'lchovlar qiyomatgacha haqiqiy islomga muqobil bo'lib boraveradi. Modomiki biz jannatga iymon keltirdik va jahannamning barhaq ekanligiga iymon keltirdik va jannatga loyiq amal qiladigan kishilar jannatga borishligiga
iymon keltiramiz va jahannamga degi qattiq azoblarga sazovor bo'lishlik uchun, jahannamga ham o'tin bo'lishlik uchun odamlar harakat qilib, o'zini shu jahannam azobiga loyiq qilib boraveradi. Shuning uchun biz bunga bir ajablanmasligimiz kerak. Men shu yerda inshaalloh bugungi darsimizda jahiliyat ahllari qanday bir o'lchovlar bilan haqni o'lchashardi va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qarshi chiqqan ishlar nimalardan iborat, shularning bir ba'zilariga inshaalloh qisqacha suratda to'xtalib o'tamiz. Birinchi, eng qattiq xatarli bo'lgan narsa shuki, Alloh saqlasin, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam olib kelgan yo'lga qalbning iymon keltirmasligi. Endi bunga jahiliyat ahli qilib yurgan narsani yaxshi sanab, bu yaxshi degan narsani ham qo'shilib qolsa, endi u ziyon nihoyatda to'la komil suratda topiladi. O'zi asli Muhammad alayhissalom olib kelgan narsaga biz to'la iymon keltirishimiz kerak. Bu iymonning asosidir. Bu kishini olib kelgan yo'liga iymon keltirilmaslikda o'rniga yana unga qo'shib boshqa jahiliyat ahlining yo'lini yaxshi sanashlik ham bo'lib qolsa, unda buni ziyonini gapirib tamomlab bo'lmaydi. Jahiliyat ahli Rasululloh sallallohu alayhi va sallam olib kelgan yo'lga iymon keltirmasdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam olib kelgan yo'l hozir bizda bormi, yo'qmi? U kishi olib kelgan yo'l nima? Biz hammamiz bilamizki, Alloh subhanahu va taolo Muhammad alayhisalomni payg'ambar qilib jo'natdi va u kishiga Qur'oni Karimni nozil qildi. Qur'oni Karimning saqlashlikka Alloh kafil bo'ldi. Inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun. Biz Qur'onni biz tushirdik deydi Alloh taolo, biz saqlovchimiz deb ta'kidlab aytayapti. Demak, Qur'oni Karimning biror harfiga putur yetmagan holatda qiyomatgacha saqlanib qolishligiga Alloh kafil bo'ldi. Bu haqda biz bosh qatirmaymiz. Qur'onni saqlashlikdan ehtiyot qilib, biror harfiga putur yetib qolmasin deganlikdan bizni Alloh taolo ozod qildi. Qur'oni Karimni yaqib butun yo'qotishlikka haris bo'lgan dushmanlar 1400 yildan beri haris bo'lgan dushmanlarning ko'p bo'lishligiga qaramasdan dunyodagi eng ko'p kitob Qur'oni Karimdir, birodarlar. Biror bir kitobga dushmanlik bu darajada bo'lgan emas. Agar dushmanlik bo'lgan bo'lsa, biror millat dushmanlik qilgan. Ammo Qur'oni Karimga hamma millatdan dushman bordir. Lekin Qur'oni Karimni do'stgan do'stlarning zaif bo'lishligiga qaramasdan Alloh subhanahu va taolo eng ko'p Qur'oni Karimni saqlab keldi va biror harfiga putur yetkazmagan holatda saqladi. Albatta Allohning va'dasi haq, qiyomatgacha saqlaydi. Biz demak Muhammad alayhisalom olib kelgan yo'l Qur'oni Karimdir va u kishining sunnatlari takror aytamiz. Birinchi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari. Hadislari ba'zilari buyurgandir. Sunnatlarning ichida buyurganlari bor. Biz bu buyurganlarni qilishlikka majburmiz, birodarlar. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Alloh subhanahu va taolo surah Nurning oxirida Estaizu billah فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Muhammad alayhisalomning buyrug'iga mufassirlarning hukmi hammasi tafsiri an amrihini zamiri Rasul sallallohu alayhi vasallamga boradi. Rasul sallallohu alayhi vasallamning buyrug'iga qarama-qarshi ish qilgan kishilar ehtiyot bo'lsin, yo ularga fitna yetadi, yo alamlantiruvchi azob yetadi. Buni ko'proq bu narsani hayotda ham deyilgan, birodarlar. Yo'inki Alloh saqlasin, mana shuning uchun azobning, alamlantiruvchi azobning aksar yumshoq gapirgan kishilar ehtimoli bor deb qo'yganlar. Shuning uchun biz
hadis sharif mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning eng yumshoq gapirgan kishilarning so'zi birodarlar. Bo'lmasam fitna va alamlantiruvchi azob yetsin degan narsasi omdir birodarlar. Shuning uchun biz hadislarning ichida buyurilgan sunnatlarga nihoyatda ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak. Hadislar sunnatlarini bayon qilingan osorlari bor. So'zlarining ichida o'zlarining axloqlarini mening xulqim shu deb bayon qilganlari bor. Va amaliy sunnatlari bor. Buni sahobalar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan osorlarda saqlab qolishganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bunday edilar, unday edilar deb saqlab qolingan. Bu amaliy sunnatlari. Va ba'zi sunnatlari borki, oldilarida qilingan vaqtda inkor qilmaganlar. Mana bu narsa inkor qilmaslik bilan birodarlar shu narsaga ruxsat bo'lib qoladi, mubohligini bildiradi. Shuning uchun Muhammad alayhisalom olib kelgan narsaga biz qalbimizni iymon keltirmoqligimiz kerak. Iymon keltirmaslik bu jahiliyatdagi Makka mushriklari Muhammad alayhisalom olib kelgan yo'lga iymon keltirishmagan. Va yana o'zlarining jahiliy fe'llarini afzal deb sanashgan. Qur'oni Karimda vallazina amanu bil batili va kafaru billahi ulaika humul khosirun. Botilga iymon keltirgan kishilar va Allohga kofir bo'lishgan. Allohga kofir bo'lishganda ko'proq ma'nosi birodarlar Allohni inkor qilgan degan ma'no emas. Allohning ma'budligini inkor qilishgan. Yoki Allohga ibodat ham qilishgan u Allohni o'zigagina ibodat qilishmagan. Boshqa narsalarga ham qo'shib ibodat qilishgan. Alloh bilan o'zi o'rtasida vosita qilganligi uchun Allohga kofir bo'lganlar deb sanayapti. Bu narsa eng bilishimiz muhim bo'lgan narsadir. Jahiliyatdagi mushriklar Allohga duo qilishliklarida, Allohga ibodat qilishliklarida bu vositalarni Allohning huzurida bizni shafoat qilib oladi deb maqsad qilib ibodat qilishardi. Bu bizga rizq beradi deb ibodat qilishmasdi. Bizni yaratgan deb ibodat qilishmasdi. Yo koinot yerni boshqaradi deb ibodat qilishmasdi. Allohning huzurida bizni shafoat qilib oladi deb turib ibodat qilishardi. Astagfiru billah va ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum va la yanfa'uhum va yaquluna haula'i shufa'auna 'indalloh deyshadi. Allohdan boshqa ularga zarar ham yetkazmaydigan, manfaat ham yetkazmaydigan narsaga ibodat qilishadi va mana bu oyat shunga dalolat. Allohning huzurida bizni shafoat qiluvchi bular deb qo'yishadi. Hozirgi vaqtga ham bir nazar tashlaylik birodarlar. Sizlar nima uchun bu mozorlarga ibodat qilasizlar? Nima uchun bu buloqlarga ibodat qilasizlar? Nima uchun bu katta toshlarga ibodat qilasizlar? Ibodat qilib biz cho'kinib u yerga borib sig'inib sajda qilishmaydi. Sajda qiladiganlar ham bor, lekin shu yerlarga qasd qilib borib nazrlar atadi. Nazr ibodat birodarlar. Va biror bir so'yiladigan narsani olib borib so'yish bu ibodat birodarlar. Qul inna solati va nusuki, namozni yanada nusuk kalimasi kelyapti. Nusuk bilan, ya'ni bir narsani qurbon qilib so'yish bilan namozni yonma-yon keltirilyapti. Ikkovi ibodat birodarlar. Men ibodat qilib yerga namoz, unga qarab namoz o'qiyotganim yo'q deyishlik bilan qutulmaydi. Va ba'zi bir solih kishilarga madad so'rashib, bularga ibodat qilib, bularga nazrlar berib, bularga bir narsalarni atayotgan kishilar Qur'oni Karimda mana bayon qilingan. Vallazina takhadu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allohi zulfa. Allohdan boshqa avliyolarga ibodat qilayotganlar ular aytishadiki, biz bularga ibodat qilishimizdan maqsad bizlarni Allohga bir nav'an bir suratda, qandaydir suratda bo'lsa ham yaqin qiladi deb ibodat qilishadi. Deb Alloh taolo shularni bayon qilyapti. Shularni mushrik deyapti Alloh taolo. Shular bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kelishmaganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kelishmagan kishilar shular. Ya'ni bizni Allohga yaqin qiladi deyishgan.
Alloh subhanahu va taolo Qur'onda va nahnu aqrabu ilayhi min hablil varid. Biz unga bo'yin tomiridan, varid yurakdan chiqqan ikkita asosiy qon tomirining bittasini varid deydi. Bu bo'yin tomiridan ham yaqinroqmiz. Payg'ambar yo farishta yo jin yo daraxt yo oftob yo oyni menga Allohga yaqin qiladi deb ibodat qilgan bo'lsa, shularni mushrik bo'lganligini xabarini olib keldilar. Va bu mushriklarga jannat harom ekanligini va ularning joyi jahannam ekanligini xabarini berib keldilar. Va ularning amallari habata bo'lganligini xabarini olib keldilar. Walau ashraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar va ma lil-zalimin min ansar. Mana bu hukmlarni olib keldilar. Asosiy payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning kelishmagan masalalari mana shundan iborat. Johiliyat vaqtida ular o'zlarining shu soxta dinlarida ham tarqoq edi. Ular hammasi o'zlarining yo'llarini ma'qul deb bilishardi. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Hamma jamoa o'zini fikri bilan quvongan edi. Hozirgi vaqtda bunday qarasangiz, biror bir musulmon kishi biror bir diyorga borsa, shu yerda bir musulmonlar bilan uchrashsa, o'zining odatda shu shaharida qilib yurgan narsani ko'rmay qolsa, o'zimizni shaharda urf-odatiga, yo'limizga to'g'ri kelmas ekan deb keladi. U nima bo'lishligidan qat'iy nazar, o'zini shaharida esa to'g'rimi, noto'g'rimi, u shaharda ham to'g'rimi, noto'g'ri bo'lishligidan qat'iy nazar, mana bu o'zimizni diyorimizdagi yo'limizga hech narsa yetmas ekan deb keladi. Hatto bu narsani haramda ko'rib kelsa ham birodarlar. Haramda mustahkam ulamolar tomonidan kitobi sunnatga, biz haramda deyishligimiz bilan havo bilan ko'rib kelishda aytganimiz yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlarining hadisi muboraklarida Madina-i Munavvaraga oxirda iymon to'planadi, xuddi ilon o'zining inida kulcha bo'lib to'plangan dedilar. Dajjal Madinaga kira olmaydi dedilar. Madinadagi iymon innal iymana la ya'razu fil madinati kama ta'razu al-hayyatu fi juhriha dedilar. Mana bu narsani hadisda aytilgandan keyin Madinada biror bir namoz o'qilinayotganligi holatini ko'rib kelganda ham umridagi bir marta hajni nafsdan voz kechib, havodan voz kechib, labbayka labbayk Allohumma labbayk deb, Rabbim senga ey Alloh labbay seni buyrug'ingga tayyor deb, ihromni o'zining libosini yechib turib, tayyorman deb turib seni buyrug'ingni qabul qilishlikka deb, o'zining ham molini sarf qilib, ham jonini fido qilishlikka tayyorligini e'lon qilib borib kelgan kishi ham shu yerda mabodo bir sunnatga muvofiq bo'lgan amal bo'lsa-yu, o'zini diyoriga kelsa, u narsani johil bo'lgan, o'zini ahli ilm deb sanagan, soxta mulla bo'lgan odamning fikriga to'g'ri kelmay qolgan bo'lsa, bizni o'zimizni shaharnidagi dinga yetmas ekan degan hayosizlik bilan mana bu so'zni aytadi. Bu labbayka aytayotgan vaqtidagi kazzob odamdir birodarlar. Chunki labbayka kalimasini bilish kerak. U ixtiyori bilan aytuvdi u narsani. Shuning uchun mana bu joyda biz shuni bilaylikki, hamma odam o'zining fikri bilan quvonib yashashlik ham johiliyat davridagi quvongan johil ahllarning urf-odatidandir. Shuning uchun bir kishi o'zining fikrini kitobi sunnatga taqqoslasin. Kitobi sunnat Allohning kalomi, Rasulining so'zlari va amaliy amallari va o'zlarining huzurlarida bo'lgan taqririy sunnatlari. Mana bu uch narsalarga taqqoslasin, to'g'ri bo'lsa qabul qilsin, to'g'ri shun bilan quvonsin. Qul bi fadlillahi va bi rahmatihi falyafrahu. Qul bi fadlillahi va rahmatihi falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Allohning fazli va rahmati bilan quvoninglar deng. Mana bu sizlar to'plagan narsalardan yaxshiroqdir. Birodarlar, hajga borib
qabuliyat bo'lishligini belgilari ham insonda paydo bo'lib qoladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dinda ijtimoni olib keldilar. Bu so'z juda bir o'zimizga, hammamizga ham musibatlidir, birodarlar. Dinda ijtimo jamlanishligini. Xolifun nas fi axloqihim va xolifuhum fi a'malihim. Odamlarning ba'zi mizojiy xulqlarida aralashinglar, sharik bo'linglar. Ammo amallarida qarama-qarshi bo'linglar deyaptilar. Ya'ni ba'zi bir kishilar bilan axloqida mizojan ba'zi bir odam tez, bir odam yumshoq, bir odam sekin, bir odam tez bajaradi. Bu narsalarda biz birga aralashib, bir-birimizni musobaha qilib kechirishlikka ma'murmiz. Ammo amal shariatga zid bo'lsa, biz unga qarama-qarshimiz. Ijtimo jamlanishlik, birodarlar, mana bu dinda jamlanmoqligimiz kerak. Jamlanish degan narsaning ma'nosi havoda jamlanish emas. Payg'ambarlar o'zlarining havolari bilan jamlanishlikni olib kelganlari yo'q. Ular dinda jamlanishligini olib keldilar. Demak, biz islomning buyrug'i nima deb tekshirishimiz kerak. Islomning buyrug'i shu desa, biz hammamiz shu fikrda jamlanmoqligimiz kerak. Agarchi u bir necha yildan beri qilib kelayotgan o'zimizning urf-odatimizga zid bo'lsa ham. Dinning asli ma'nosi, islomning ma'nosi bo'ysunishlik, taslim bo'lishlikdir. Shuning uchun biz jamlanamiz. Dinda, islom yo'lida jamlanamiz. Boshqa narsada biz jamlansak, birodarlar, hech mumkin emas bu narsalar. Hamma millatning o'ziga xos urf-odati bor. Bu narsa bilan jamlan bo'lmaydi hech qachon. Shuning uchun hamma urf-odatli kishilar u urf-odatlari bilan kamsitilinishlikka bular mumkin emas, ularni kamsitilishligi. Lekin din ki Alloh Rasuli tarafidan kelgan narsani qilmaslik bilan paslaydi, qilishlik bilan oliy bo'ladi. Asli biz islom degan narsani taslim bo'lish, bo'ysunishlik deb tushunmoqligimiz kerak. Qur'oni Karimda ijtimoga buyurilgan buyruqlar, tarqalishlikdan man qilingan buyruqlar, bu tarqalishdan qaytarishlar juda ko'p kelgan. Astagfirullah. Shar'a lakum min ad-din ma wasa bihi Nuhan va Ibrohima va Musa va Isa an aqimu ad-din va la tatafarraqu fihi. Shar'a lakum min ad-din ma wasa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayka wa ma wasayna bihi Ibrohima va Musa va Isa an aqimu ad-din va la tatafarraqu fihi. Alloh subhanahu va taolo musulmon millatiga, ummati Muhammad sallallohu alayhi va sallamga, sizlarga dindan Alloh subhanahu va taolo birinchi payg'ambar Nuh alayhissalomga vasiyat qilgan yo'lni tuzib berdi deyapti. Sizga vahiy qilgan narsa va Ibrohim, Musa, Isa alayhissalomlarga vasiyat qilgan narsamiz dinni barpo qilinglar. Dinda tarqalmanglar. Ba'zi bir xulqlarimizda, mizojiy bir xulqlarimizda farqli bo'laveramiz, birodarlar. Ammo dinda tarqalmanglar dedilar. Dinni barpo qilinglar dedilar. Innal ladina farraqu dinahum va kanu shi'an lasta minhum fi shay. Dinlarini bo'lib tashlagan odamlar, ular toifa bo'lib ketgan odamlar, siz bularga nisbatan hech qanday sizga aloqangiz yo'q. Siz yo'lingiz bo'lmas, deyapti Alloh taolo. Muhammad alayhisalomni olib kelgan yo'li, birodarlar, mana bu bo'lgan. Endi hozirgi biz islom ummatiga bir qarang. Odamlar din dushmanlarining millatchilik fikri hammaga tarqaldi, birodarlar. İnsanlar shunday millatchilik ruhiga shunday kirishib ketdiki, bu johiliyat masalalardan bu. Agar bir odam o'zbek bo'lsa, dinda yo'q bo'lsa, birodarlar, Allohni inkor qilib turgan bo'lsa, boshqa millatdagi odam dinni isbotlab, iymon asoslarini, arkonlarini, islom asoslarini hammasini bajarib turgan bo'lsa, undan ko'ra haligi o'zbekka muhabbati baland bo'ladi. Birodarlar, o'zbek bo'lishlik bilan musulmon bo'lib qolmaydi odamlar. Agar odamlarning o'zini ra'yiga, xayolotiga qo'yib bersangiz, sekin asta Imom Azam rahmatullohi alayh shu sekin olib borib turib o'zbek bo'lganlar deb olsa, o'zbek xalqi. O'zbekligiga sekin quloq solib tursangiz, Andijonda yashayotganlar, bu kishi andijonlik bo'lgan ekanlar, u bizga borib turgan ekanlar dedi.
shu millatchilik vataniga ruhi shu darajada ta'sir bo'lgan. Agar odamlar hayo qilishadi bo'lmasam, shu qolsam hamma payg'ambarlarni o'zbek bo'lgan deganga olib kelishlikka. Millatchilik ruhi shu darajada ta'sir qilib ketgan. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات يا الله سبحانه وتعالى tafarruqdan man qilgan, ixtilofdan man qilgan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an va la tafarraqu. Allohning arqonini mahkam ushlanglar. Bundan murod birodarlar, wa'tasimu bihablillahi jami'an. E'tiroz tushirib qolishligi mumkinki, nima uchun biz masalan o'zimiz jamlanmayapmiz degan savol bo'lib ham qolinishi mumkin. Lekin bu yerda i'tisom Allohning arqoniga. Allohning arqoni Qur'oni Karimdir birodarlar. Allohning arqonini mahkam ushlanglar. Qur'onning hukmini olib kelingan hukmni mahkam ushlanmoqlik kerak. Va la tafarraqu deyapti Alloh taolo. Ya'ni ajralib ketmanglar. Hatto ijtimoga buyurgandan keyin tarqalishlikdan alohida qaytaryapti Alloh taolo. Jahiliyat davridagi masalalar ham shunday bo'lgandi birodarlar. Millatchilik vataniya ruhi rivojlangan edi. Unsur ahoka zoliman aw mazluman. Bu kalima jahiliyatdagi mashhur narsa edi. Ya'ni o'zingni birodaringga yordam ber. Zolim bo'lami, mazlum bo'lami deyshadi. Ya'ni zolim bo'lsa ham birodaringni yanına ol. Mazlum bo'lsa ham birodaringni yanına ol degan fikr hukm surardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu fikrni yo'qotdilar. Bu narsani shu kalimani takrorlangan vaqtda ham buning ma'nosini o'zgacha berdilar. Unsur ahoka zoliman aw mazlumanning ma'nosi, johiliy ma'nosi birodaringga yordam ber. Ya'ni soddaroq qilsa o'zingni hamshaharingga yordam ber. Senga shundan foyda. Zolim bo'lami, mazlum bo'lami hamshaharga yordam ber degan ma'no. Mana bu johiliy o'lchovidir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam olib kelgan yo'l haqqa yordam berishni o'rgatdilar. Kim bo'lishligidan qat'iy nazar. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil validayni wal aqrabin. Ey iymon keltirgan kishilar, adolatni barpo qiluvchi bo'linglar. Alloh uchun guvoh bo'linglar. Agarchi bu guvohliginglar o'zingizlarning zararingizlarga bo'lsa ham, ota-onangizlarning zarariga bo'lsa ham, qarindoshingizlarning zarariga bo'lsa ham degan yo'lni islom olib keldi birodarlar. Bu olib kelishlikda hamma yo'llar shunday deydi. Lekin hayotga biror marta tatbiq qilinmadi, magar islomda tatbiq qilindi bu narsa. Islom tarixi bilan shug'ullangan odam bu narsani juda ham topadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam birinchi o'zlarida tatbiq qildilar. O'zlarining hayollaridan o'tgan vaqtida islomning rivoji uchun manhajiy bir kamchilikni hayollardan o'tgan vaqtda Alloh subhanahu va taolodan itobni eshitdi. Ammo kishini kelishligi malollangan vaqtlarda, malollanishlari bir charchaganliklaridan emas, Makkaning mushriklarini kattalarini islomga kirishligidan umid qilib qolganlarda, islomga kirishliklaridan maqsadlari islomning rivojlanishligi va islom sababli zaif azob tortayotgan bechoralarga yordam bo'lib qolishligi umidida bo'lsa ham bir talab qilib kelgan, ammo Abdulloh ibn Ummi Maktumni so'zlariga quloq solishlikdan malollaganlik vaqtida qiyomatgacha o'zlarining Alloh tarafidan eshitgan itoblarini sura-i Abasada tilovat qilinib qoldi birodarlar. Agar Alloh tarafidan haq bo'lmaganda Qur'on payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdek buyuk insonni itob qilingan oyatni o'zlari shunday o'qib bermagan bo'lardilar. Mana bu narsadan bir bilaylikki, islom adolatni barpo qilishlikni ta'lim berdi. Mana bu vaqtda biz bu sahobalar o'rtasidagi bo'lgan adolatlarni, ota-onalarning zarariga bo'lsa ham haqda turganlarning misollarini o'tgan darslarimizda misollarni keltirdik mana. Abdulloh ibn Ubay misolidan. Abdulloh ibn Ubay bu munofiq edi. Bu kishining o'g'li ulug' sahoba edi. Farzand
haqni barpo qildi. Otaniga yordam bermadi. Haqqa yordam berdi. Mana o'tgan darsimizda biz buni bayon qildik. Bu misollarni Alloh subhanahu va taolo o'zining nozil qilgan oyat hadislarning misolini voqeada ko'rsatdi. Bu narsa siyrat kitoblarida saqlanib qoldi. Mana bu narsadan biz bilishimiz kerakki, islom kelgan vaqtda odamlar u haqiqiy o'lchov bilan o'lchashmasdi, balki yordamni birodariga berishardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham bir vaqtda unsur ahoka zoliman al mazluman dedilar. Shu johiliy davrda yashagan sahobalar islomga tushdilar. Endi bu unsur ahoka zoliman al mazluman kalimasini iste'mol qilmay qo'ydilar. To'satdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda adolatli zotdan eshitgan vaqtlarda hayron qolishdi. Avvalda hayron qolmasdan shunga targ'ib qilib yurgan kishilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning og'zlaridan unsur ahoka zoliman al mazluman degan so'zni eshitganda hayron qolishdilar. Ya Rasululloh, mazlum bo'lganda-yu yordam beramiz, zolimligida qanday yordam beramiz birodarimizga deyishdilar. Islom ularni boshqacha tarbiya qilib qo'ydi. Bu so'zni aytganlarda mazlum bo'lganda yordam berishdi deyiladi, bilasizlar. Zolim bo'lganda zulmidan tiyib qo'yishlik, unga yordam berish dedilar. Ana bu sahobalarning islomni qabul qilishligidan keyin o'zgarishligini qarang. Bizning davrimizda bir odam islomni qabul qilishligi bilan 5 vaqt namozni suratini o'qish va yana bir yilda bir oy roza tutishlik o'zgaradi-yu, uning vujudida islom ko'rinmaydi, birodarlar. Boyagidek bir xilda yuraveradi. Mast qiluvchi ichimlik ulfatlar birga, hamma ishi undan ham ziyoda bo'ladiki, mabodo yaxshiroq pul topib qoladigan bo'lsa, munkarlar bilan to'la ish qilaveradi. Faqat uni namoz bilan, roza bilan musulmon deb aytamasangiz, boshqa hech qaysi amalida islomdan bir asar bo'lmaydi, birodarlar. Ammo sahobalar umr bo'yi unsur ahoka zoliman al mazluman kalimasini amal qilib yurgan sahobalar, shunga targ'ib qilib yurgan sahobalar to'satdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bu so'zni eshitganlarda, "Ya Rasululloh, bu qanaqa so'z oldi?" deyishlar. Umrbod gapirib yurgan so'zlarni eshitganlarda. U so'zning ma'nosini durust qilib berdilar endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Birodaringga yordam ber degani, zolim bo'lganda zulmdan tiyib qo'yishing yordam dedilar. Mana bu narsani biz bilmoqligimiz kerak. Haqiqatda ham yordamdir. Chunki u zolim zulmida davom etsa, u albatta zararlanaveradi. Unga yordam zulmidan tiyib qo'yishlikdir. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam man qutila duna malihi fa huwa shahidun dedilar. Molini himoya qilib o'lgan bo'lsa shahid dedilar. Bir ajablanishlik mumkin. Molini himoya qilib bir ozgina moldi deb inson hayotidan judo bo'ladimi? Yo'q. Molini himoya qilish yo'lida jon bersa, agar dushman uni qatl qilsa, shu molni himoya qilish yo'lida odamlar jon berish darajasida himoya qilgandan keyin zolimlar o'zi tiyilib qoladi, birodarlar. Agar zolim uchrasa, molini so'rasa beraveradigan bo'ladigan bo'lsa, unda shu zulmning yo'lini ochib berishlik yordam bo'lib qoladi. Shuning uchun nohaq u molini himoya qilmayapti, zohirda molini himoya qilayotgan bilan nohaqlikni dunyoga kirib kelish yo'lini to'sish yo'lda jon bergan bo'ladi. Shuning uchun shahid bo'ladi. Demak, bir odamning ba'zi odamlar borki, birodarlar, uxlasa zulmdan to'xtaydi. Bo'lmasam to'xtamay zulm qiladi. Bir odamning, ya'ni uni hayotidan, o'yg'oqligidan uyqusi afzalroqdir. Endi bir odamning o'yg'oqligidan uyqusi afzal bo'lsa, uni yashaganidan o'lgani ham yaxshi bo'lmaydi. Shunday odam bo'ldiki, uyqusi o'yg'oqligidan afzal o'tdi. Biz avvalgi darsimizda shuni ham ishora qilib o'tdikki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bashorat deb xabar berdilarki, ya'ni keyingi millatlar ichida bir toifaning qawmun lahum siyatun ka'aznabil baqar deb aytdilarki, shunda ertaman ham Allohning g'azabi bilan chiqib ketishadilar, kechqurunda ham Allohning g'azabi bilan qaytib keladi dedilar. Uxlaganda tiyilib qolishadi, xolos. Lekin uxlash ham, yana zulm qilishlikka quvvat hosil qilishlik bo'lsa, uxlash ham gunoh bo'laveradi, birodarlar. Shunday tushunmoqligimiz kerak mana. Demak, biz Allohning arqonini ushlash deganda tushunmoqligimiz kerakki, ijtimo, jamlanishlik, Allohning hukmida jamlanamiz,
Allohning hukmini qilmaslik bilan ajralamiz. Mana bunday bo'lmoqligimiz kerak. Jamlanish degani bir ahli davlat odamni qo'y so'y bersa, shu yerga to'planib turib ittifoq bo'laylik degan narsa emas, birodarlar. Yo dindan hech qanday bexabar bo'lgan, dinni masxara qilib yurgan odamni birga bo'laylik degan so'zi bilan ijtimoiy to'planib qolishlik emas. Johiliy holatlardan bittasi o'zining musulmon peshvosiga va islom hukmini ijro qilib turgan vaqtda itoat qilmaslik. Bu ham musibatlardandir. Peshvoga itoat qilmaslik bilan inson bu jamoada fayz ko'taradi, birodarlar. Namoz jamoat bilan o'qishlikdan asl maqsad ijtimodir. Saflarning barobar qilinishligidan maqsad ko'p maqsadlar bor, bittasi ijtimodir. Mana bu narsa ba'zi bir xatolar vali tarafidan sodir bo'lganda sabr qilishlik islomning buyrug'i edi. Shuning uchun sahobalar o'zlarining valiylariga itoat qilishdilar. Johiliy davrda itoat yo'q edi. Islom ham yo'q edi, islomning hukmi ham yo'q edi, itoat ham yo'q edi. Johiliyat asoslaridan yana bitta asos taqlid edi. Ko'r-ko'rona ergashish edi. Bu hamma kofirlarga bir asos bo'lib qolgan edi. Ming afsuslar bo'lsinki, hozirgi vaqtda musulmonman degan kishilarning asosiy asoslari ko'r-ko'rona ergashish bo'lib qolgan. Astagfiru billah. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam olib kelgan yo'lni qabul qilishmasdi. Shunda g'amgin bo'ladilar. G'amgin bo'lganlarda mana bunga o'xshagan oyatlar tushardi. Bunga ajablanmang. Sizdan ilgari ham biror bir shaharga ogohlantiruvchi payg'ambar jo'natgan bo'lsak, shu shahardagi maishatdorlar, mutrafuha, maishat parastlar hammasi biz ajdodlarimizni bir yo'lda topganmiz, biz ashlarda izdan ketamiz dedi. Aksar odamlarni tekshiring, haqqa buyurilgan vaqtida haqqa qarshi chiquvchi odamlar shaharlarda sharafli bo'lib e'tiborda bo'lgan dunyodor maishatdor odamlar bo'ladi. Haqqa ergashmagan odamlar. Qaysi shaharni tekshiring. Hamma shaharda olimlarni qo'lida qo'g'irchoq qilib olgan ahli davlat va haqqa unamagan kishilar bo'ladi. Ularga bir olim kerakki, ularning ishini quvvatlab beradigan olim kerak. Haqni aytadigan olim kerak emas. Chunki haq ularning larzaga keltiradi. Mana bu taqlid biz deydi o'tgan ajdodlarga ergashamiz. Lekin bu so'zda ham ko'pi kazzob bo'ladi, birodarlar. O'tgan ajdodlarga ergashmaydi. Havosiga to'g'ri kelib qolgan narsalarga ergashadi. Men savol qilaman, boshqalar ham savol qilsin ajdodlarimiz yo'lini Makka mushaymiz deganlarga. Bir so'rang. Ajdodi shunday mast qiluvchi ichimliklardan bir to'y qiluvdimi deng. Yo'q. U narsa yo'q. Unda uni ushlamaydi. Ajdodlarning yo'lini ushlashlikda ham o'zi asli kazzob. Ajdodingiz shu sizni turishingizdagi liboslarni qaysinisini kiygan deng. Hammasini yo'q, u narsa. Ajdodlari birorta shu o'zining oilaviy qilayotgan amallarini birontasini qilmagan, birodarlar. Ular ergashadi, to'g'ri. Har payshanba kuni osh qilib ishlaydi, ergashadi. Chunki oshni o'zi ham yaxshi ko'radi. Ajdodi bilan o'zini havosi bir xil bo'lgan vaqtda u albatta bu narsani mahkam ishlaydi. Ajdodlarimiz yo'li deydi. Ajdodlari 12 yoshlardan namoz o'qigan. Bu gunohga kuchi qolmaganda endi namoz boshlaydi. Gunoh qilishlikka quvvat qolmaydi va mast qiluvchi ichimlikni shunday ichadiki, u endi unga bir tabib, u ham musulmon tabib bo'lish kerak emas. Va albatta bir kofir tabib aytish kerakki, endi ichsang o'lasan deyish kerak. Ajdodi bunday bo'lgan emas, birodarlar. Shuning uchun bu taqlid ham havosiga to'g'ri kelib qolgan vaqtda taqlid qiladi. O'zi asli
ajdodidanga ergashishlikda o'zi biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytmaganlar biz ajdodiylarga ergashinglar deb. Bizga ergash fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katiran fa alaykum bi sunnati va sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin abdu bin nawajis deb shunday dedilar. Sizlarning ichingizda yashagan kishilar tez kunda ko'p qarama-qarshiliklar bo'ladi. Bunda meni sunnatim va xulafoi roshidin al-mahdiyyin, xulafolarning sunnati deb qo'ymadilar. Roshid va mahdiy bo'lgan xulafolarni, ko'p xulafolarni xalifalik da'vo qilgan, har xil roshid, mahdiy bo'lmaganlarning yo'lini ham ishlamaylar dedilar. Ular kimlar? Qani bir kishini dadasi xalifa o'tganmi? Ota dadasi xalifa o'tganmi? Aytsin bo'lmasa. Abu Bakr radhiyallohu anhu bilan birodar bo'lganmi? Demak, bu kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning nasihatlarini qabul qilmasdan mana bu narsaga ergashishlik bilan xuddi Makkaning mushriklarining mizoji bunga o'tgan birodarlar. Shunday tushunmoqligimiz kerak. Mana Qur'oni Karim va idza qila lahum ittabi'u ma anzalalloh qalu bal nattabi'u ma wajadna alayhi aba'ana awalau kana ash-shaytonu yad'uhum ila azabis sa'ir. Biz ajdodlarimizni topgan yo'lga ergashamiz deyishlikni shaytonning da'vati deyapti Alloh taolo. Agar ularga ergashinglar Alloh tushirgan narsaga, Alloh tushirgan narsa nima? Qur'on. Allohning tushirgan narsasi nima? Rasulining hadislariki, bu Qur'onning izohi. Mana bu narsaga ergashinglar deyilsa, biz ajdodlarimizni topgan yo'llarga ergashamiz deydi. Yana takror aytaman, bu so'zlar aslida kazzob bular. Hech qachon ergashmaydi ajdodlariga. Alloh taolo avalau kana shaytonu yad'uhum ila azabis sa'ir. Shu so'zni aytishadimi? Shayton ularni jahannamga chaqirayotgan bo'lsa ham shu so'zni. Agar biz ajdodlarimizga ergashishlik bo'lsa, hammamiz masalan unda payg'ambarlarning nima hojati bor birodarlar? Aytishlari mumkin, biz ajdodlarimiz musulmon bo'lgan, haq yo'lda bo'lgan deb. Lekin biz aytamizki, Imom Malik aytdilarki, shu so'zlarni aytamiz. Kullun yu'khadhu min qawlihi va yutrak illa sohibi hadal qabr. Har bir odamning so'zidan olinadi ham, tashlanadi ham, magar shu qabrning egasi deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ishora qildilarki, bu kishining so'zi albatta olinadi dedilar. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ma'sumdirlar shariatni yetkazishda. Bunda shak shubhamiz yo'q. U kishi xatodan saqlanganlar. Boshqa har qanday inson xatodan xoli emas. Ko'pchilik bilan mag'rurlanishida. Ya'ni biz ko'pchilikmiz deyshadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 13 yil da'vat qilishliklari natijasida 70 kishi musulmon bo'ldi birodarlar. Islomni qabul qildi. Bizga o'xshab ziyofat ustida da'vat qilganlar yo'q. Qon alamni ichida da'vat qildilar. Ozorning ichida da'vat qildilar. Mana bu mushriklar biz ko'pchilikmiz deyshadi. Bu ham johiliy narsa. Alloh taolo qaysi bir oyatni o'qisiz, valakin aksarahum la ya'lamun. Odamlarning ko'pi bilmaydi. Valakin aksarahum la yashkurun. Odamlarning ko'pi shukr qilmaydi. Bal aktsaruhum la yaqilun. Odamlarning ko'pi aqllarini to'g'rishlatmaydi. Ko'pchilikning aqli birodarlar o'tkir bo'lmaydi. Chunki unchalik o'tkir aqlga ko'pchilik hojat bo'lmaydi. Xalqlarning yetalaydigan tabiatdagi kishilarning shularni Alloh subhanahu va taolo o'tkir aqlli qilib yaratadi. Ular jamiyat unday kishilarning ozrog'iga muhtojdir. Va qalilun min ibadiyash shakur. Meni bandalarimning ichida shakur bandalar oz deb aytayapti. Bu johiliy narsadir. Bu narsani hammanglar eshitasizlar. Bular bir 3-4 ta bir tirrancha deyshadi. Hamma ulug' yoshdagi mo'ysaflar shu fikrda mana deb shunday deyshadi. Ammo malol kelsa ham aytaman. Aksar mo'ysaflar, Alloh saqlaganlar mustasno. Shu bolalar yoshida birodarlar ibodatda bo'lganmi? Bir tekshirib ko'rishsin. Allohdan qo'rqishsin bu so'zlarni aytishlikda. Undan tashqari ilgarigilar bilan hujjat qilish fama balu qurunil ula. Fir'avn hujjati bu. Shuncha odamlarning holi nima bo'ladi? Sen bu haqni aytyapsan?
Agar shu haq mana shu so'zlaring bilan mushrik bo'lsa, o'tgan odamlar mushrik bo'lib ketadi. Ko'p odamlar o'zimga aytdi birodarlar. Hatmi Qur'on haqida, bunga pul olishlik haqida, bu Qur'on o'qib pul olishlik haqida bularni man qilingan vaqtda biz olamiz, o'qiymiz, yeymiz. Agar shuni qilmasak, o'tgan ajdodlarimizni harom yegan deb tan olishimiz kerak. Shu yo'lda ketamiz deydi. Mana bu narsa birodarlar bir johiliy hujjatlar. Qur'oni Karim bu narsa haqida bizga ogohlantiryapti. Shunda inson hakim bo'lishlik kerak. O'tgan ajdodlar nima bo'ladi dedi. Qala ilmuha inda robbi fi kitab. La yadhillu robbi va la yansa dedilar. Musa alayhisalom. Fir'avn shunday dedi. O'tgan asrlarda odamlar aytdi. Yengilib qolgan vaqtida, chunki mana hammamiz ham o'tgan ajdodimizni yomonlamaymiz birodarlar. O'tgan ajdodni yomonlayapti deb tezlashlik bu dushmanning makkor yo'li. Shuning uchun Fir'avn Musa alayhisalomning oldida yengilib qolganda o'tgan ajdodlarning holi nima bo'ladi dedi. Bu kishi hakim edilar, Allohning payg'ambari edi, Musa kalimulloh. Bu kishi aytdilarki, uni ilmi Rabbimning huzurida. Rabbim biladi. Rabbim adashmaydi ham, esdan ham chiqarmaydi. Dedilar. Biz o'tgan ajdodlarni mo'min bo'lsalar Alloh rahmat qilsin deymiz. Biz u narsani qo'ying. Biz hozir o'zimizning masalamizni hal qilaylik deb olamiz kerak. Ba'zilar fahmda, amallarda quvvat berilganligi bilan faxrlanishadi. Alloh subhanahu va taolo Makka mushriklari Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bizda fahmimiz o'tkir. Bizning nihoyatda ilmimiz o'tkir. Bu aqli yo'q odamlar bular, ergashgan odamlar, Muhammadga ergashgan odamlar deb masxara qilishgan vaqtda Alloh taolo va laqad makkannahum fima in makkannakum fihi va ja'alna lahum sam'an va absaran va af'idatan fama aghna anhum sam'uhum va la absaruhum va la af'idatuhum min shay'in. Biz bulardan ilgarigi ummatlarga shunday imkoniyatlar berdikki, hali bu imkoniyatlarni bu Makka mushriklariga bergan emas edik. Ularga shunday eshitadigan a'zolar, ajoyib fahmlik tushunadigan va ko'zlari ham nihoyatda haqiqatni ko'radigan, quloqlari ham haqiqatni eshitadigan va fikrlashda ham qalblar berdikki, ularning bu farosatlari birorta zarracha foyda bermadi deb Alloh taolo. Haqiqatda ham hayotga nazar tashlasangiz, shunday gaplarni o'ng-tesini ajratadigan aqlli insonlar, jismda qaddi qomatli kelishgan insonlar, shunday fikrda siz bilan bizning nechtamizga barobar bo'ladigan fikrli insonlar, ko'zlari bilan bir haqiqatni tekshirganda shuni tushunolab ajratib beradigan insonlar borki, ular Alloh biladi, shu holatlarda kelsa jahannamga o'tin bo'lishadi. Mana bu narsa ularga zarracha foyda bera olmaydi. Allohning hukmini qabul qilishmaganda foyda bera olmaydi. Ilkanu yajhaduna bi ayatillahi va kanu biha yastahzi'un. Allohning oyatlarini inkor qilishib, Allohning oyatlarini masxara qilishganda bu aqllar, bu fahmlar zarracha foyda bera olmaydi deydi Alloh taolo. Haqiqatda ba'zi yosh yigitlarga, kamol topgan yigitlarga qarab turib, undagi qaddi qomat, undagi aql farosatni ko'rib turib, shu ajoyib jasadlar jahannamga o'tin bo'lishga tayyorlanyapti deb hayron qolasiz. Agar shunday ketsa, shunday bo'ladi birodarlar. Chunki Allohning oyatlarini inkor qiladi va iymon keltirgan odamlarni pastlatishlik. Ba'zi iymon keltirgan kishilar sodda va fikrda oddiy, shunaqa bo'lishligi ularni masxara qilishlariga sabab bo'ladi. Ularni masxara qiladi ba'zi o'zini aqlli sanagan Allohning oyatini inkor qilganlar. Shu haq bo'lsa shu yo'l, shular qabul qilib biz qolarmi deydi. Shunchalik aqli yo'q, shu farosati yo'q bo'lgan odamlar qabul qilib biz qolarmi deydi. Hayotda buni misoli juda ko'p birodarlar. Shunaqa aqlli o'g'rilar borki, bu aql
bir necha aqlliman degan insonlardan aqllidir. Lekin o'g'ri, hamma aqllida o'g'rilik ishlatadi. Shunaqa ajoyib ilmli insonlar borki, fan ilmlari. Kechasi-yu kunduzi maosh olish uchun zaharli moddani ishlab, bashariyatning ustiga vabo bulutini paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Bu narsa agar shu odamlar ilmsiz bo'lganda, aqlsiz, oddiy bo'lganda juda ham bir yaxshi amallarni qilib yurishi mumkin edi. Shunaqa oddiy insonlar borki, haligilar aqllarining oddiyligi bilan, aqllarini nihoyatda sodda bo'lganliklari bilan hayotdagi eng yaxshi amallarni qilib yurishadi va kerilmasliklariga sabab bo'ladi. Shuning uchun biz mabodo Alloh subhanahu va taolo bizga aqlni berdimi? Bu imtihon uchun. Oddiy aqlli kishi bilan ko'p aqlli odam, moli kam bo'lgan odam bilan moli ko'p bo'lgan odamning savol javobi bir xil bo'lmaydi, birodarlar. Bu berilgan narsalar biz faxrlanib yurishligimiz uchun emas, balki imtihon uchundir. Majnun bo'lgan odamlar savol javob bermaydi, birodarlar. Bizga ibrat bu, aqlimiz yo'q bo'lganda qanday kulgili holatda qolishligimizga. Shuning uchun bizning islom ta'limoti zuafolarni pastlatish bo'lmaydi. Balki innama tunsaruna bi du'afaikum dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Zuafoilar sababli sizlarga yordam keladi va rizq kelib turadi dedilar. Biz zuafolarni shunchalik bir o'zimizda biz shukronasini, o'zimizdagi quvvatni, shukronasini zuafolarga yordam berishlik bilan biz bajarmoqligimiz kerak. Johiliy masalalarning to'xtab o'tishligimiz, birodarlar, nihoyatda ko'p vaqtni talab qiladi bizdan. Hozirgi hayotimizdagi bo'layotgan ba'zi masalalarga bir ajablanmasdan qolishligimiz kerak. Johiliy masalalardan yana ba'zilariga to'xtalib o'tsak, qabrlarni masjid qilishlikdir. Solih odam vafot qilsa, ular darrov shuni ustiga ibodatxona qurib olishardi. Qabrlarning ustiga chiroqlar qo'yishlik, bu yerda saylgohlar uyushtirishlik, mana bu johiliy amallardandir. Va navhagarlik, faryod chekib, ovoz chiqarib, dod faryodlar yig'lashlik johiliyat fe'llaridandir, birodarlar. Nasablar bilan faxrlanaverish, bu narsa johiliy fe'llardandir. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Juda bir o'tgan hamma ajdodidan faxrlangan. Agar shu yerdagi ajdodlarimizdan faxrlanishni shu yerdagi jamoa boshlasa bir chekadan, hammamizni shu gapimizni 10 dan biri rost bo'lsa, birodarlar, biz bunday zaif holatda qolmagan bo'lardik, birodarlar. Islomni haqiqiy tushungan bo'lsa, haqiqiy tushunganligi bilan to'g'ri bo'lganda, biz ancha fazilatli insonlar bo'lib tarbiyalanib qolardik, birodarlar. Ajdodlar bilan faxrlanishlikni bu johiliy fe'llardan. Alloh rahmat qilsin. Va birovni vaqtayotganda gumon qilamanki, pokiza odam deb gumon qilaman deb qo'shib qo'ymoqligimiz kerak. Ammo ba'zi bir odamlar borki, ular o'zlarining ajdodlarini ajoyib bir nimalar qilgan bo'ladi. Hammalari oshni ustidagi mushukni tiriltirgan bo'lib chiqadi. Ha shuncha quvvati bo'lsa, bir tuzira bir jamiyatga foydali ish qilsa bo'lmasmidi? Bir mushuk o'lsa o'lib ketibdi endi misol. Ana bu narsa hamma shunday bo'lib chiqadi. Meni ajdodim ham, sizniki ham, boshqaniki ham shuna bo'lib chiqadi. Bir foydali ish qilingan ma'qulroqdir. Unonliga ikkita odamga ta'lim berib qo'yilganda, islomni o'rgatib qo'yilganda, bitta odam 2 barobar ko'payib qolgan bo'lardi. Juda sodda savollar berilishligi bo'lmaydi. Bir ayol deyaptiki, talabi ilmga borib ilm tarqatsa va o'qisa, u yerga uy egasi ko'ngildan chiqarib non yoki bo'lay narsa bersa bo'lsa bo'ladimi dedilar. Bir odam din yo'lida xizmat qilsa, albatta unga boshqadan moliyaviy yordam bersa juda yaxshi savob bo'ladi. Ayni muddao bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ashablari hammalari shunday qilishlar, buni aytib o'tganmiz. Burada taloq haqida so'rabdilar. Bir taloqmi, 2 taloqmi? Taloq lafzi bilan aytgan bo'lsa, taloq raj'iy bo'ladi. Taloq raj'iy degani nikoh shart emas, turmush qilib
o'zining ro'zg'orini davom ettira oladi va bir taloq degan bo'lsa bir taloq, ikki taloq degan bo'lsa ikki taloq chizib qo'yadi. Bundan keyin bir taloq bo'lsa, ikki taloq qo'ygan bo'lsa, 3 taloq bo'lib nikoh buziladi keyin. Taloq raj'iy bo'ladi, birodarlar. Raj'iy doim haqida biz darslarimizda ma'lumot berganmiz. Biz bir odam musulmon emasman desa, u javob bersaki, chaqaloqlik vaqtimda qulog'imga azon aytilgan desa, shu to'g'rimi, noto'g'rimi dedilar. Biz birovga musulmon emasman deyishimiz xatodir. Xuddi uning chaqaloq vaqtidagi azon aytilganligi bilan musulmonligini da'vo qilishligi xato bo'lganga o'xshagan. Ayol kishi qabristonni ziyorat qilishiga la'anallohu za'iratil qubur, qabrlarni ziyorat qiluvchi ayollarga Allohning la'nati bo'lsin deganlar. Avrat er kishiga kindik bilan muttafaqun alayhi bo'lgan ko'p fikrlar tizza o'rtasi, ayol kishiga qadamidan tashqari va yuzidan tashqari va ikkita qo'li, ya'ni bedan bilakdan tashqari qismlari hammasi avrat bo'ladi. Er bilan ayolga avrat hisoblanmaydi bir-biriga. Shunda so'ralgan masala shu, birodarlar. Hayo hukmron bo'lishligi sunnatga muvofiqdir. Hayoliroq bo'lishligi. Roziyallohu anhuning asl ismlari Abdurrahmon bo'lgan. U kishini Abu Hurayra deb ismlanishligi mushqa bir mehribonliklarni ko'rgan vaqtlarida erkalatib shunday deganlar. Bu avvalgi darsimizda bayon qilingan bolalar huquqini aytganimizdek savolga taalluqli ekan. Bir kishi o'zini farzandini boshqada sut bilan ovqatlantirsa, uning haqqini berishlik kelishilgan miqdorda bo'ladi. Bu ma'lum bir miqdor emas. Allohga qasam ichib, qasamini buzsa, agar yolg'on qasam bo'lsa, gunohga kirib ketgan bo'ladi. Agar bir qasam ichib, qasamini buzsa, halol narsadan bosh tortishlikka qasam ichsa, qasamini buzsin-da, qasamiga kaforat berish kerak. Chunki halol narsadan bosh tortishlikka qasam ichishligi mumkin emas edi. Shuning uchun qasamini buzsin, kaforatini bersin. Kaforati 10 ta miskinni to'ydirishlik yoki bu roza tutishlik 3 kun yo bir qulni ozod qilishlik. Albatta qon oldirish bu tabobatda yo'li bo'lgan, birodarlar. Qon oldirishlik davoni bir tarixda eng mo'tabar qismlardan e'tibor qilingan. Shuni albatta tabobatda o'rganib shunday qilsa yaxshi bo'ladi. Ijtihodiy masalalar to'g'risida minbarda javob bermaymiz deb aytganmiz, birodarlar. Ijtihodiy masalalarni kim qattiq turib olishligi o'zining ta'assubiga chaqirish bo'lib qolmasligi kerak. O'zi amal qilaverishligi kerak. Hadislardan, zohiri hadislarni olgan kishi minbardan ijtihodiy masalaga biz 4 imomni hurmatlaymiz. Hurmatlaymiz ularni. Hurmatlaymiz va so'zlarning hadisga muvofiq bo'lganligini olamiz. Hurmatlaganimiz ularga biz ularni kamsitmaymiz hech qaysilarini. Hammalarini hurmat qilamiz va ularning so'zlarini qabul qilamiz. Sahih hadisga muvofiq bo'lgan so'zimni olinglar degan so'zlarni qabul qilamiz. Ijtihodiy masalalar to'g'risida 3 ta savollar bor ekan, javob berilmaydi deb aytganmiz, birodarlar. Nega savol qilyaptiki, bir kishi vaqf kitoblari madrasa oldida sotilyapti deyapti. Madrasa oldidan, birodarlar, har xil munkarlar ham bo'lib ketyapti. Shular qatorida vaqf kitobini ham sotayotgan bo'lsa, sotgan odamlar o'zi javob beradi. Bizning huquqimiz yo'q, birodarlar. Bularni ushlab, bularni qiladigan bizni juma masjidi, bizni masjidi, jami madrasa masjidimizda uni taqiqlab qo'yadigan kishilar yo'q. Bizning yo'limiz da'vat qilish. Odamlar bu haqqa chaqirish. Biz odamlarga zo'ravonlik qilish emas biz ishimiz. Bizning masjidimizda oldida bo'layotgan narsalarga biz javob bermaymiz, birodarlar. Masjidni oldida vaqf kitoblarini sotayotgan odamlar o'z javob beradi qiyomatda. Vaqf kitobini sotish mumkin emas, aytishligimiz bizga kifoya qiladi. Bizning kuchimiz bo'lganda ularning jazosini berib qo'ygan bo'ladi. Kuchi bor odamlarda vaqf kitob sotishlik bilan ishi yo'qlardi. Chalg'imaslik kerak, birodarlar. Hammalar fikirlarda savol berishlarda chalg'imanglar. Bizning yo'limiz islomga da'vat qilish. Odamlarga haq nima ekanligini bildirish. Odamlar qabul qilib
jannatga daxil bo'lishga o'zlariga tatbiq qilib, oilalariga tatbiq qilib, birodarlarga tatbiq qilib, jannat tomoniga yo'lga chiqsinlar. Bo'lmasam qabul qilmasdan jahannamga o'tin bo'lishlikka tayyorgarlik ko'rarsin. Biz qo'limizda hozir shundan boshqa huquqimiz bizning yo'q, birodarlar. Hozir shu narsani biz odamlarni islomga da'vat qilamiz. Xohlasa ham, xohlashmasa ham. Chunki biz ularni yaxshi ko'ramiz. Biz uni yaxshiligini bildik o'zimizda va oilamizda ko'rdik shu narsani. Ko'rganimizdan keyin ularga ham shu narsani ilinamiz. Xohlasin odamlar bizni maqtasin, xohlasin bizga ozor bersin. Biz Allohning yo'liga chaqiruvchi kishilarmiz deb nima qilishimiz kerak. Va bu narsadan Allohning yo'lini qabul qilsalar, Allohga hamd aytamiz. Alhamdulillah, ular Allohning yo'lini qabul qildi. Qabul qilishdan ozor bersa, biz sabr qilamiz. Mana shunday tushunishimiz kerak. Mana bu narsani biz odamlarning musulmon bo'lishligini xohlaymiz. Sarih bo'lmoqligimiz kerak. Hamma odamlarning musulmon bo'lishini xohlaymiz. Odamlarning pokiza bo'lib, jismlari va ruhlari ozoda bo'lishligini xohlaymiz. Buni qabul qilishmasalar, biz hujjatni barpo qilgan bo'lamiz. Allohning yo'lini biz aytdik sizlarga deymiz. Ertaga ular bizga faryod chekayotgan vaqtida sizlar bu yo'lni bizga aytmagansizlar, deyolmay qolishadi. Biz agarki o'zimizni dadalarimiz qabul qilmasa ham, ertaga biz bilan dadalarimiz o'rtasida mehr ko'tariladi, birodarlar. Qiyomat kuni ularni biz qalbimiz achinmaydi jahannamda kuyayotgan bo'lsa. Farzandlarimiz jahannamda kuysa, Alloh saqlasin, achinmaydi. Bizi qalbimizni Alloh taolo doim xushnud qilib qo'yadi. Biz mashriqda yashasak, mag'ribdagi bir musulmon bilan jannatga kirsak, uni ko'rib quvonadigan tabiatni bizga Alloh taolo beradi. Shuning uchun biz bu narsani haqida boshqa bizga tuhmatlar qilayotganlar ham bilib qo'yishsinki, biz ochiqmiz, islomga odamlarni chaqiramiz, ularning islom musulmon bo'lishligini orzu qilamiz. Chunki biz ularni islomga chaqirishdan g'arazimiz yo'q. Biz odam ko'paytirish, o'zimizga ergashib odamlarni o'zimizga ummat qilmoqchi emasmiz biz. Biz ularni yaxshi ko'ramiz. Ularning jahannamga o'tin bo'lishlariga qalbimiz achinadi. Shuning uchun biz da'vat qilamiz. Ulardan masalan biror narsa biz umid qilmaymiz. Ulardan mukofot umid qilmaymiz. Payg'ambarlar aytgan, ummatlarga aytgan so'zni aytamiz. Qul la as'alukum alayhi ajra. Sizlardan xizmat haqqi yo to'rida o'tkazishinglarni, yoki bir sizlardan mol davlat sizga to'plab berishinglarni orzu qilmaymiz sizlardan. Mol davlatinglar o'zingizlarga nasib bo'lsin. Agar bizda bo'lsa, ortiqcha bo'lsa, bizning mol davlatimizni olinglar deymiz ularga. Shularni tarbiya qilamiz. Qodir bo'lsa yordam beramiz. Qodir bo'lmasa uzr aytamiz. Men bunga qodir emasman sizga yordam berishga deymiz. Biz boshqa narsa yo'q. Bizni agarchi mayda qilib, pora qilib jasadimizni maydalab olsa ham, biz baribir ularni shuncha ozor bersa ham yaxshi ko'ramiz. Chunki jahannamga o'tin bo'lib ketayotganligiga chidolmaymiz deymiz ana. Mana shu narsani biz shunaqa faqat meni sizni yo'lga chaqirishligimdan maqsadim sizga achinishlik deymiz. Bizni masxara qilib, nahotki sen jannatga kirib, men jahannamga kiraman desa, siz buni masxara qilyapsiz. In tasxaru minna fa inna nasxaru minkum kama tasxarun. Agar bizni bugun masxara qilsangiz, ertaga bizga masxara navbati kelib qoladi. Deymiz unga. Shuning uchun biz shunday gapirishimiz kerak. Biz uni gapimizni bekitmasligimiz kerak. Har bir odamga agar sizni mehribonligimni bilganingizda, sizni dadingiz, meni mehribonligimcha mehribonlikni sizga qilgan yo'q edi deymiz ona. Qo'shnilarimizga ham shuni yetkazamiz. O'zimizni hamma odamlarimizga yetkazamiz. Agar bizni xohlasin ular so'kishsin, xohlasin urishsin. Mana shunday o'zimizni siljimas e'tiqodimizni shun bilan sobit bo'lib ketmoqligimiz kerak. Mana shuning uchun Alloh taolo bizga tarixni bizga bayon qildi. Ashabul Uhdudni bizga bayon qildi. Lahcha cho'g'ga musulmon bo'lganligi uchun tashlaydigan zolimlar tarixda o'tgan birodarlar. Bu narsa qiyomatgacha takrorlanishligi mumkin, lekin iymon kishilari baribir lahcha cho'g'ga tashlanayotgan vaqtda ham iymonlarda sodiq bo'lib qolmoqlari kerak. Chunki ular yaqin kunda eni osmon bilan koinoti yercha bo'lgan jannatga kirishadilar. Shunga tayyorgarlik ko'rishadilar. Shuning uchun bu yo'llarida sodiq bo'lmoqlari kerak. Insonda hayotda odamlar mukofotni olishlik uchun, o'zining oyligini olishlik uchun, o'zining xalqiga qaratib o'qizyapti yer yuzida birodarlar. O'zining ajdodlariga o'qizyapti. Shu
shunday ular nima uchun bir oyda shunday chirib yaqin kunda qurtlarga yem bo'ladigan jasadining tarbiya qilishligi uchun. Ana bunday bo'lib qolganlikka biz Allohga hamdlar aytmoqligimiz kerak. Shuning uchun agar shunday holatda bo'lib qolganimizda biz ham jahannamga o'tin bo'lish yo'liga tushib qolgan bo'lardik. Shuning uchun iymonli kishilar baribir o'zlarining iymonlarida sodiq qolmoqlari kerak. Xolasin dunyoda yaxshi yashasın, farovon bo'lib, xolasin azob bilan yashasın. Bu iymon nihoyatda yer yuzini, tamomiy bashariyatni, koinotni, yerni yaratgan zotga bizim mo'tabar bo'lishligimizga sabab bo'ladigan yagona qiymatbaho narsadir, birodarlar. Agar shu iymonda sodiq bo'lmasak, Allohning huzurida biz biror narsamiz bilan mo'tabar bo'la olmaymiz. Shundan keyingina narsa bilan iymondan keyin navbatga keladi. Bo'lmasam bizning qaddi qomatimizdan chiroyli kofirlar ko'p, birodarlar. Bizning moli davlatimizga necha ming barobar bo'lgan moli davlatli kofirlar ko'p dunyoda, hozirda ham, tarixda ham ko'p bo'lgan, birodarlar. Shuning uchun iymon masalasi bu jiddiy masaladir. Biz odamlarga zo'ravonlik qilmaymiz. Shu masala sababli men gapirib qo'yapman. Odamlarni islomga chaqiramiz. Bizni xohlasin ular maqtasin, xohlasin urushsin, takror aytamiz. Xohlagan azobini berishsin demoqchimiz. Shuning uchun ular bizni xotirjam bo'lsin, bopladik buni deb o'ylashmasin. Ular nihoyat darajada boplangan odamlar. Tez kunda ular agar hozir bilishmasalar, yaqin kunda hali boshlari yostiqqa tegishlikdan ilgari nima uchun men ozgina bir hayotim uchun shunday dinimni sotuvdimkin deydi. Yaqinda dinga josuslik qilib, dinga zarar yetkazayotganlar shu qurt yeydigan jasadimga, endi bugun shunday kasalga duchor oldimki, suyak bilan terim qoldi. Bu semirtirgan jasadlar ozgina vaqtda, bir oyda o'zi yo'g'ib ketdi deb, men nima uchun shu dinni josuslik qiluvdimkin deb ming afsuslar chekadi. Boshi yostiqqa tegish nasib bo'lsa. Bo'lmasam albatta tarix ham, uzun tarix ham, yaqin tarix ham shuni isbotlaydiki, din bilan kurashgan odam albatta xor bo'lgan. Uning ajdod avlodiga katta isnodlar qo'yib ketgan. Mana bu narsani bilishimiz kerak. Biz Allohga hamd aytishimiz kerakki, zolim bo'lib qolmasdan mazlum bo'lib qolganligimizga. Shuning uchun har bir odam o'zining harakatida hikmat bilan harakat qilmoqligi kerakki, biror bir zo'ravonlik ko'chasiga o'tmasligi kerak. O'zining axloqini, islomiy axloqini tuzatmoqligi kerak. O'zining maslakida dovdiramasligi kerak. U xursandlikda ham, g'amginlikda ham bir xil bo'lmoqligi kerak. Bu narsa, birodarlar, har birimizning qalbimizdan jilmasligi kerak. Ozgina fursat, umr 80 ga bormasdan ketilyapti-ku aksar umrlar. Biz aqlimizning 15 yil, 20 yil bolalik bilan o'tib ketadi. Yana 5-6 yil yigitlik bilan o'tib ketadi. Safsatalar bilan o'tib ketadi. Endi aqlimiz kirgan, ozgina bir Allohni tanigan ma'lum bir davrda o'zimizni to'g'rilashlik bilan Allohning katta mukofotiga sazovor bo'lamiz. Shuning uchun biz bu yo'lda ikkilanmasligimiz kerak. Xuddi tarixdagi haqiqiy islomda barqaror bo'lgan kishilar ikkilanmaganga o'xshagan. Alloh subhanahu va taolodan doim qadamimizni sobit qilishligini Allohdan so'ramoqlik kerak. Mo'min kishilar, haqiqiy jannat yo'liga chiqqan mo'minlarning sifati shunday bo'ladi. Bu ko'pchilik, Alloh subhanahu va taolo duo qilaylik, ko'pchilik islomga qarshi bo'ladi, birodarlar. Mana mahallalarda juda ko'p odamlar qarshilik qiladi. Bular islomni bilmaydi, birodarlar. Bu qilayotgan narsalari uni jahannamga sudayotganligini bilmaydi. Alloh taolo haqiqatni bildirsin shularga. Odamlar islomni bilmasdan o'zini hayotida, o'zini ko'p hayotini barbod qilishga qaramasdan, bundan keyingi qolganini ham barbod qilishlikka urinayotgan odam juda ko'p, birodarlar. Alloh subhanahu va taolo shulardan qilib qo'ymasin. Men yana ko'p takror aytaman, biz hayotdagi go'dak bolalardan ishda gapirgan kishini esinglardan chiqarmanglar. Bittasi Iso alayhissalom, bu kishi hammamizga ma'lum, bittalari mana bir odamga tuhmat bo'lgan vaqtda u kishi tuhmatni yo'qotishlik uchun gapirgan go'dak, hammanglar bilasizlar. Uchinchisi, bir ona o'zining bolasini ko'tarib ketayotgan o'tirganda bir ajoyib qaddi qomatli inson o'tib otlar bilan dabdabali o'tgan vaqtda har qanday ota-ona ham o'zining farzandi baxt saodatli dunyosi ko'p bo'lishligini orzu qiladi. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam avlodlarning dunyodor bo'lishini orzu qilmaganlar. Mening ahlimni
taomini kunma-kun qilgin deganlar. Faqat Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday deganlar. Chunki mana bu ota-ona bolam dunyodor bo'lsin, o'zi muhtoj emassin, baxt saodatli bo'lsin deydi. Ona ham u kishini ko'rib, shunday dabdabasi, qaddi qomatini ko'rib, Xudoyim meni farzandimni ham ona shunday qilgin desa, farzanddan uchinchi gapirgan, Xudoyim shunga o'xshagan qilib qo'ymagin degan tovush chiqdi. Ona hayron bo'ldi. Birdan bir kishini ushlab, urib, azob bilan olib o'tib ketayotganini ko'rdi, kaltaylab. Shunda Xudoyim shu bolamni shunday xor qilib qo'ymagin deganda, boladan Xudoyim meni ham shunga o'xshagan qilgin dedi. Shu vaqtning payg'ambariga vahiy keldiki, mana Imom Buxoriy rivoyatlarida shu hadis sharif bor. Shunda avvalgisi mushrik edi. Dabdaba bilan o'tib ketgan. Keyingisi islom yo'lida kaltaylanib o'tib ketayotgan edi. Biz ham birodarlar, Alloh yo'lida, haq yo'lda bo'lishlikka hammamiz Allohdan sobit qadam bo'lishligini so'ramoqligimiz kerak. Sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va alihi va ashabihi ajma'in.